Assalomu alaykum. Men Mansur Saidov. Bolalarimga o'git yoki bolalarimga nasihat videosini ikkinchi bo'limi. Bizda o'g'il bolalarni ko'p kuzatyapman. O'zim adamdan ham qolgan bir anaqa bor. Yoshligimda eshitsam, nimaga bu adam bu gap gapiryaptilar derdim. O'g'lim derdilar, xotiningga pulingni ko'rsatma, onangga pulingni ko'rsatma. Pulingni o'zing saqlagin, o'zing yig'gin derdilar. Keyin mana hozir 42 yoshga to'lyapman. Endi fahmlayapman. Oila boshlig'i bo'lgandan keyin erkak kishi oilaga ответственный bo'lgandan keyin, uylangandan keyin yoki uylanishdan oldin ham puli to'g'risida onasiga, singlisiga, xayollariga yoki boshqa qiz nima deydi, yaxshi ko'rgan qiziga yoki boshqa narsaga отчет berish kerak emas. Bu narsani sir saqlagan yaxshi. Qanday pul topyapti, qanaqa ishlatyapti yoki nimaga ishlatyapti, birovdan otasi bilan maslahatlashishi mumkin deb bilaman. Lekin yoki moliya ustozi bilan maslahatlashishini maslahat beraman, lekin boshqalar bilan buni maslahatlashmasdan o'zi uyda pulini yig'gani yoki uyda bo'lmasa boshqa yerda yig'ib yursa juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi bizda ko'p oilalarning buzilishini ko'ryapman. Xotiniga oyligini ko'rsatadi, xotiniga puli masanda turib tursin deydi, kerak payt bergin deydi. Bu boshida yaxshi tuyuladi. Qarasangiz yoningizda buxgalteringiz bor, sizni pulingizni ayayapti, sizni pulingizni o'zi anaqa qilyapti, tejayotgandek tuyuladi, lekin borib mantiqdan qaraydigan bo'lsa, siz ayol kishidan yoki o'zingiz ayolingizdan o'zingiz oyligingizni keyin yana so'rab olishingizga to'g'ri keladi. Bu kim oluvchi qo'ldan beruvchi qo'l ustun bo'lgandek, ertaga ayolingiz sizdan ustun bo'lishni boshlaydi. Undan tashqari ayolning fe'lida buzilish kuzatiladi. Ayolning qo'lida puli ko'paygandan keyin u sizni yoki sizni yaqinlaringizni yoki ko'chadagilarni yoki qo'shnilarda o'zini yurish turishida o'zini sekin fe'l-atvorida buzilish boshlanadi. Ayol kishi mensimasligi mumkin, bir xil ko'tara olmasligi mumkin, birovlarni past nazar bilan qarashi mumkin. Xullas, har xil salbiy narsalar kuzatilishi boshlaydi. Maslahatim, bu narsaga yo'l qo'ymanglar. Ayol kishi eridan pul so'rab nima deydi, unga tobeligini bildirib turgani yaxshi. Даже ayol kishilarga ham nasihat qilaman. Puli bo'lsa, oyligi bo'lsa, eriga berib qo'ysa, keyin o'ziga pul kerak bo'lgan eridan so'rab olsa, bu eriga bo'lgan hurmatini ham oshiradi, o'zini ayollik hurmatini ham oshiradi, oilada tinchlik, farovonlik, xotirjamlikni ham ta'minlaydi. Men bolalarimga mana shu narsalarni o'zim tavsiya qilib o'rgatgan bo'lardim. Bu narsa ko'p yaxshiliklarni o'zini oqibatida ko'p yaxshilik, bizni ko'rmagan yaxshiliklarni ham olib keladi bu narsa. Bugungi darsimiz shu.